Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında ilim hakkındaki kitaptaki tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh mundaq deydi. Bir adam ma'lum bir narsani anglab tushunamagan bo'lsa, uni bilib olish uchun qayta so'rash, qayta murojaat qilish haqida deydi. Undaqda bu babniki mazmunni hadisning o'zidan naq ko'rib chiqaylik. Endi bu 103-numurliq bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Said ibn Abi Maryam hadis so'zlab bergan edi dedi. Undaqda bu Imom Buxoriyning ustoz bo'ldi. Kunyasi Abu Muhammad, asli ismi Said ibn Hakam ibn Muhammad ibn Salim al-Jumhi yoki Jumahi nomi bilan mashhur. Lekin bu adam Said ibn Abi Maryam deb Hakam degan adam o'ziniki dadisi Abi Maryam nomi bilan mashhur bo'lg'achqa kunya bilan shuning uchun Said ibn Abi Maryam deb atalgan. Bu adam Hijriya 144-yil o'lib 224-yil o'lib ketgan. Misrdagi shu davrlarda Misr diyorining donliq muhaddislardan hamda hadis rivoyat qilgan olimlardan bo'ladi. Imom Zahibi rahmatullohi alayh bu kishi baho bergan vaqtida hadislarni aytib ko'p o'z ishonchli adam deb shunaq degan. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbal mu boshqalar savol so'rab, "Men kimning hadisini yozsam bo'lar Misrda?" desa, shu Said ibn Abi Maryamning hadisini yozgin deb shu tavsiyalarni qilgan. Bu kishiningki ustozlaridan masalan Imom Malik, Imom Lays ibn Sa'd qatorliqlar bu kishiningki ustozlari bo'ldi. Shogirdlardan Imom Buxoriy masalan Isaq ibn Kavsay deymiz, bu donliq ulamolar shu davrdagi Abu Hatim Razi deymiz. Mushular bu kishiningki shogirdi bo'ladi. Ulamolar turli baholarni bergan, yuqorida deb o'tdik. Misrda bunday bir aqlli qadamni ko'rmadim degan ulamolar bo'lgan. Bu kishini umuman ulamolar o'z davridagi eng ishonchli ulamosi deb sifatlarni bergan. Undaqda hadis imomlardan sanaladi, buyuklardan. Endi bu buyuk deydi, bizga Nafi ibn Umar hadis so'zlab bergan edi deydi. Nafi ibn Umar bu kishining ustozi bo'ldi, Saidning ustozi bo'ldi. Nafi ibn Umar ibn Abdullah ibn Jamil Jumhi o'zi Makka deb atalgan, Makkada yashagan odam bo'lsa kerak. Bu odam Hijriya 169-yil o'lib ketgan. O'z davridagi muhaddislardan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida eng mazmut odam, hadislar sahih mazmut odam, ishonchli odam degandek baholarni yog'dirib o'tgan. Bu odamniki ustozlardan xili ko'p ustozlar bayon qilinibdi. Shogirdlardan masalan Imom Vaki, Yahya ibn Qatton, Abdullah ibn Muborak qatorliq biz bir necha qatim zikr qilgan shu buyuklar bu kishiningki shogirdlar bo'ladi. Endi bu zot deydi, "Menga Ibn Abi Mulayka hadis so'zlab bergan edi" deydi. Bu kishiningki bir ustozi. Ibn Abi Mulaykaning asli ismi Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abi Mulayka Taymi. Taymi deyishdilar bu odamniki Abu Bakr Siddiqniki jamoatidan ekanligi ko'rinib turyapti. Kunyasi Abu Bakr ekan bu kishiniki. Hijriya 117-yil o'lib ketgan o'z tobiin. Toifningki qozisi Abdullah ibn Zubayrniki davrida, Abdullah ibn Zubayr 9 yil xalifa bo'ldi-ku davrda. Shu davrda Toifga bu kishini qozi qilib belgilangan ekan ayni vaqtida. Qozi bo'lishdan burun bu odam muozzinlik qilgan Toifda. Qaranglar bizniki diyorlarimizda bizniki muozzinlarimiz nayt ish yo'q, bekatalat, shu mahalning shu yurtning ichida eng ish yo'q odamlarni masalan, eng ojiz tipdagi odamlarni biz muozzin qilib qo'yamiz. Amaliyotda islom tarixida undaq emas. Bilimlik, bilim qurilmasi nayt kuchli odamlarni, omonatdor bu shakldagi odamlarni muozzin qiladi tarixda. Bizniki ko'p holdagi muozzinlarimiz masalan yezq qishloqlarda ko'proq uchraydi bunda avvallar. Ko'p holdagi muozzinlarimiz asosan kambag'al, turmush tuvan, ish yo'q, bekatalat odamlar muozzin bo'lgan. Bular shu yaqinqi davrdagi turli siyosatlar tufaylidan bu xiyonat yo'lini, xoinlik yo'lini tanlagan avvallar mavjud. Chunki bularniki iqtisodiy qurilmasi tuvan bo'lg'achqa, bularning kelib chiqishi avval tuvan bo'lg'achqa osonlam deboga berilib ketib xiyonat yo'lini tanlab qolgan. Endi bu Ibn Abi Mulaykaning ustozlari yomon ko'p, sahobalar ko'pinchisi. Mesela Ayşe bint Ebu Bekir, Esma bint Ebu Bekir Siddiqning qizlari,
Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömr ibn As, Abdullah ibn Ömr ibn Hattab, Abdullah ibn Zübeyir, Uqbat ibn Haris, Müsverat ibn Mahrama, Ummu Selime, Abdullah ibn Ja'far qatarlıq sanab boğulu bommuğudek nait köp sahabular bu kişininki ustazdır boldu. Bu kişinin şagirdlerimi bir-birinden xil, hemmisi tabiillah bir-birinden. Hem de ulamalar bu kişi bahabaga vaqtida özü mufti, alim, hadis biladigan, nait puxta biladigan, hadisleri köp, işencilik adam idi degandek bahalarni yağdırgan. Hem de bu zat dedi de hem de başkalık sözler piratı ne yapıyor? Hakikaten Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ayali deydi. Öz bilmeydiğin neslerini, anlap bakmayan neslerini uçurattığı vaxtıdır mesela. Bilmegen nesler bolsa Resulullah'ın kışığı birip Resulullah'dan müracaat kılıp Resulullah'a şunu bilip alışık tirişattı, bilip alattı dedi bu adam. Bu kişi hem de Ayşe radıyallahu anh'ın bu ilim boğan hersmenlikini ifadelep bir vatıdı hem de. Hakikaten Peygamber aleyhissalatü vesselam mundaq degenken kim hesap kılınsa kıyamette, mahşergahda kıyamet günü bir insan hesabat kılınsa, name amali defteri içilse dünyada kılgan işlere bu adam azaplanıdı degenken Peygamberimiz bir katım. Şuna degenken Ayşe radıyallahu anh'a depti de dedim ben dedi Ayşe dedi. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Sure-i İnşikak'ın 8. ayeti. Hem de name amali on taraftan verilgen kişiler ular addi gınam, yeniklam hesap kitap kılındı demedi mi? Nemi ondaqda bu hesap kılınsa azaplandı diye hadisler bu ayet ikisi bir zıtqo demekçi Ayşe. Peygamberimize müracaat kılıp soravatı da Ayşe yani şundaq deydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam mundaq deb cevap verdi deydi. İnnemâ zâlikel arz. Hakikaten o yedik ayetki addi hesap degan gap o bir arzdır dedi. Arz degan hesap demada gözün köçüreşdir. Lekin hesap kitobni haqiqiy tahqiqlab bir inchiklab qolsa inson helak bo'lib ketadi dedi. Endi bu hadisni boshqa bir hadislarda texim inoat yarqin holatda tushundirganda u bo'lsa masalan mu'min adamniki addiy qilib hesab qilindi, hesab kitob qilindi. Bunaq demakchi o'g'ini masalan uniki o'tmishlari, kechmishlari Alloh subhanahu va taolo uning gunohlarini insonning oldidan o'tkazganda maxfi holat o'tkazib namamalni o'ttirib qo'yib, falan kuni piston vaqt qilgan gunohingni bilamsa, falan oyda piston kuni qilgan gunohingni bilamsa, falan vaqtda kechida yoki kunduzda qilgan gunohingni bilamsa deb insonning oldida o'tkazganda arz degan shu. Shunda o'tkazib inson bunida mu'min odam buni hech qaysi inkor qilolmaydi deydi. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo oxirida bu ketmishlarni bir oldidan o'tkazib bo'lib, men dunyoda u gunohingni sendan yo'shirib, seni rasvo qilmagan ekanman, bugun cho'qim men mag'firat qilaman deb shundaq deydi. Mush oyatdagi hisobun yasir, oddiy yeniklan bir hesap degan gap mush avval shu deb shundaq degan. Amaliyotda inson tahqiq qilinib qolsa, hisobotni bir inchiklab chirib qolsa, cho'qim bu hilak bo'lib ketadi degan. Alloh subhanahu va taolo bizni hisobsiz, azobsiz jannatga kirdirganlardan qilsin. Hesab ilinib qolsa, hisoblarimiz nihoyatda mush oyatdagidek o'ng'ay, oddiy qilsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.